Baxtli kunlarni hurmat qilib Sodiqjon akam mana shu san'atkorni maktabdan javob so'rab olib keldi desam ham bo'laveradi. Jo'rabek Boynazarov, xudo xolasa san'at yo'lida mana kirib kelyapti. Hamyurtlaring Shokirjon juda ham bir jiyanlarini yaxshi ko'radi. Xudo xolasa san'at yo'lida tanladilar. Xalqimizga yaxshi xizmat qilib yurishi nasib qilsin. Jo'rabek Boynazarovni bitta qarsaklar bilan davraga taklif qilamiz. San'atkorni chiroyli bir qo'shiqlar bilan, qo'y boshlarini takliflari bilan mana kirib keldilar. Bitta qarsak chavorsak yaxshi bo'ladi. Bu yigitni Alloh bergan chiroyi ham bor, adobi ham bor. Ustozlar yo'llarini bersin, omon bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu qo'shig'im aziz onajonlarimiz uchun. Yoritgan oyim, yuzlari nurligim, mehrga boyim, ko'zlari yo'limda, duoda doim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Farzandim deb yashar, yuragi xasta, mashaqqatlar ijro qalbi shikasta. Hali tutolmadim bir bor guldasta. Men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, asra Xudoyim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, asra Xudoyim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Kunlari yo'limni yoritgan oyim, yuzlari nurligim, mehrga boyim, ko'zlari yo'limda, duoda doim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Xudo xolasa, yaxshi san'atkor bo'lsa, mana ustozlariga ham o'ziga ham bitta qarsak qo'yamiz.